Andijonlik Samarqand talabasiman. Bolaligimdan qaysidir kasbni tanlash menga juda ham qiyin bo'lgan. Faqatgina yurtimga o'z hissamni qo'shish eng mening katta niyatlarimdan biri bo'lgan. Shu boisdan maktabni oltin medalga bitirib, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti iqtisodiyot fakultetiga davlat granti asosida qabul qilindim. Universitetga kirganimdan so'ng men uchun haqiqiy talabalik oltin davri boshlandi. Ustozlarim va ilmiy rahbarim bilan birgalikda ilmiy izlanishlar olib borib, xalqaro olimpiadalarda g'oliblikni qo'lga kiritdik. Bundan tashqari universitetda tashkil etilgan turli tanlovlarda ham faollik bilan qatnashib, universitet jamoasi bilan birgalikda talabalar teatr studiyalari, yurtim qadriyatlari tanlovlarida g'oliblikni qo'lga kiritib kelmoqdamiz. Til bilgan el biladi deganlaridek, meni tilga bo'lgan qiziqishim juda ham kuchli. Shu boisdan ingliz, rus hamda turk tillarini o'rganmoqdaman. O'tgan yili IELTS sertifikatdan 6 darajani qo'lga kiritdim. Bundan tashqari o'qishimizda mushoira klubi tashkil etilgan. Men bu mushoira klubining koordinatori sifatida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boryapmiz va universitetimizdagi iqtidorli talabalarni qobiliyatlarini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Yaqinda Mirzo Ulug'bek vorislari Data Science o'quv kursi tinglovchi sifatida grant yutdim va endi o'qishimni Toshkentda davom ettirishim mumkin bo'ladi. Til o'rganish, o'qishdagi ishlarimdan tashqari o'zim she'r ham yozib turaman va so'nggi so'zimni 4 qator she'rim bilan yakunlamoqchiman. Rassom chiziqchida chizar xayolim. Raqqosa o'ynaydi kuyiga monand, vatani kelgan choq ko'zin oldiga, shoirlar she'riga joylar harorat.